rostdan ham zo'r joy ekan. Aytdim, senga zo'r joy yoqadi. Qani kel jonim. Chiqa qol. Rahmat. O'tiring o'zingizam. Oyijon, o'tiring. Rahmat, bolam. Rahmat. Voy, opajon, setkangizni qo'yib qo'ysangizchi, birov yeb qo'ymaydi bitta sizni. Setkangizni. Yoqdimi sizlarga jonim? Yoqdi menga. Yoqdi. Nima yeysan? Menga ham yoqdi. Tur, bemalol tur. Hamma narsani zakaz qilamiz. Men qo'lim yuvib kela qolay. Ishtaham ham bo'g'ildi, to'g'risi. Hech bizni o'zimiz qola olmas ekanmiz-da. Qachon qaraysiz, uyda ham, opingiz bu yoqda ham yetaklab olib keldingiz. Bir romantichniy qilib ovqatlanmoqchi edim. Voy, men jim ketdi. Ofitsiant, shundoq qarab oring. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Qarang hayot. O'tgan gal mana bunday ekan. Yaxshiydi. Mana bu tushunka matalashkalari ham zo'r. O'shandan zakaz qilib qolaylik. Menga u yoqmaydi. Qozon qovotni mancha qilib qolaylik. Bo'pti. Ikkita qozon ko'p, sizlar nima yeysizlar? Sen Anaqa go'shtli. Moskva bilan oshib kela qoling bo'ladi. Bo'ladi, mashavasi ham zo'r. Ichganmidin? Ichishga choy, nima uchun? Oyijon, shu joy sizga yoqdimi? Hali mana shunaqa joylardan ko'pini ochaman. Boringga shukur bolam. Boringga shukur. Ham kam ovqat yeysan, mana buni olgin, go'shtlardan ye. Men ham salatlarni ham olib ketib qo'ydim. Masa shirin ekan, a? Menga qara Botir, soat 6da banketimiz bor, bilasan. Kaza odamlarim keladi. Bormidi bilib ishingni qil. Okey. Bizdan necha pul bo'ldi? Oyijon. Men ham xush bor. Og'ayni, bir minut tashqariga qarab oling. Do'stim, ro'paringizda o'tirgan ro'molli ayol kim bo'ladi? Tinchlikmi? Taniysizmi ularni? Yo'q, men hech kimni tanimayman. Lekin sizga bitta maslahat bermoqchiman. Vaqt soati kelib, joningizdan ortiq farzandlaringiz ham, paypaslayotgan ayolingiz ham barcha tashlab ketsa ham, o'rningizdan keyin sizni hurmat qiladigan shu opa bo'ladi. Bitta narsani bilib qo'ying. Opaning qadrini menga o'xshab, opasini yo'qotganlar biladi.